Google va Safari brauzerlari orqali kiriladi. Kirgandan keyin main.samlishki.uz qidiruvga yozib shu orqali qidiramiz va qidirgandan keyin talabalarga main.o'zga kirish uchun talaba va xodimlarga o'zlariga alohida login parol berilmaydi. Ularga Xemis orqali kiriladi. Bu yerda xodimlar va talabalar bo'lib ko'rinib turibdi. Talabalar uchun, xodimlar uchun kirish funksiyasi orqali kiriladi. Xo'p, kirgandan keyin Xemis orqali kirish turibdi. O'sha tugmani bosgandan keyin talabalarga Xemis orqali kirish ochiladi. Xemis orqali kirgandan keyin Xemis login parolni, Xemisga login parol berilgan hammaga. O'sha login parolni berish orqali Xemisga kiradi. Xemisga kirgandan keyin bu yerda ruxsat berish tugmasi orqali talabalarni tizim amaliyot platformasiga bog'lab beradi. Xo'p, kirgandan keyin bu yerda o'qituvchi profili ko'rinib turibdi. O'qituvchi profilida asosan 5 ta funksiya bajariladi. Talaba uchun sana yaratish, davomatni tasdiqlash, topshiriqlarni tasdiqlash, kunlik topshiriqlarni nazorat qilish va kunlik umumiy davomatlarni nazorat qilish funksiyalari. Xo'p, endi bu o'qituvchilarimiz uchun yangilik emas. Avvalambor platforma bo'yicha ishlagan. Xo'p, sana yaratish. O'qituvchilarga sana yaratish, shu yerda ayrim talabalarda savol tug'iladi amaliyot jarayonida. Men bugun amaliyotga keldim, amaliyotga kira olmayman. Qanday holatda kira olmaysiz? Amaliyot rahbari siz uchun bugungi kunga sana yaratib mavzu biriktirsa, keyin talabaga o'sha kun uchun amaliyot ochiladi. Bo'lmasa amaliyot ochilmaydi. Va shu o'rinda yana bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak. Talaba amaliyotda muammo bo'ladigan bo'lsa, amaliyot rahbariga murojaat qilish kerak. Amaliyot bo'limiga emas. Amaliyot bo'limi platformani yuritadi va amaliyot rahbarlari bilan ishlaydigan bo'lim. Tushunarlimi? Amaliyot bo'limida bor yo'g'i 2 ta xodim ishlaydi. Bu 2 ta xodim 3620 dan oshiq talabamiz amaliyotda bo'ladigan bo'lsa, buncha talabani murojaati bilan ishlolmaydi. Jismonan ham bo'lmaydi. Shuning uchun qanaqa muammongiz bo'lsa, amaliyot rahbariga murojaat qilasiz. Amaliyot rahbari amaliyot bo'limiga bor deydigan bo'lsa, amaliyot rahbaringizga ayting. Ustoz, men siz bilan birga borishim kerak bu yerga. Men borsam meni murojaatimni eshitmaydi ular. Tushunarli-a? Shuning uchun qanaqadir muammoga duch keladigan bo'lsalar, amaliyot rahbari bilan birgalikda murojaat qilasizlar. Xo'p, sana yaratish. Bu yerda amaliyot necha kun davom etadigan bo'lsa, o'sha kunga yetadigan mavzular berilgan va o'sha mavzulardan amaliyot rahbari bugungi sanani tanlab, o'sha sanaga amaliyotda nechinchi kuni, mana bu yerda ko'rinib turibdi. Birinchi kun amaliyot, ikkinchi kun amaliyot, uchinchi kun amaliyot, har bir kunlar uchun berilgan mavzular bor. O'sha mavzulardan birini tanlab, o'sha kunga sana yaratib, mavzu yaratgandan keyingina o'sha kun uchun talabalarga davomatdan o'tish ochiladi. Xo'p, talabalar ham xuddi o'shanday Xemis orqali kiriladi. Talabalar uchun tanlab Xemis login parolni yozib kiradi. Xo'p, platformaga kirgandan keyin esa talabalarga quyidagicha oyna ochiladi. Bu yerda amaliyot main.samlishki.uz platformasida faqat amaliyot yuritilmaydi. Bu yerda keyinchalik bitiruv malaka ishlari bo'ladi. Yaqinda yozda grant tanlovga ariza bo'ladi. Grant tanlovga topshirasiz. Grant uchun qayta tanlov bo'ladi. O'sha tanlov ham shu platforma orqali yuritiladi. Shuning uchun kirganlaringdan keyin mana shu ko'rinishdagi oyna ochilgandan keyin mana ko'rib turibdi, tepada talabani profili, talabani o'zining rasmi va shu yerda mana bu 3 ta chiziqcha tugmachasini bosish orqali quyidagicha oyna ochiladi. Bu yerda mana ko'rib turibdi, grant uchun ariza, amaliyotlar. O'sha joydan mana amaliyotlar ochilgan. Demak, talaba profilida 2 ta funksiya amalga oshirilayotgan. Birinchisi davomatdan o'tish, ikkinchisi topshiriq yuborish. Xo'p, shundan endi davomatdan o'tishni ko'rib chiqamiz. Davomatdan o'tish vaqti ertalabki soat 8:00 dan obeddan keyingi 17:00 gacha qilib belgilangan. Mana shu vaqtdan 8 dan oldin ham davomatdan o'ta olmaysizlar, 17:00 dan keyin ham davomatdan o'ta olmaysizlar. Buni tizimda o'zi belgilaydi. 17:00 dan o'tgandan keyin amaliyot rahbariga meni bitta davomatim qolib ketdi deb telefon qilib bezovta qilmaydi. Tushunarli? U amaliyot rahbari yoki qaysidir inson omili orqali bajariladigan funksiya emas. Demak, bu yerda ko'rib turibdi, talaba bir kunda 3 ta davomatdan o'tish kerak ekan. Birinchi davomatdan o'tganlaringizdan keyin
tizimni o'zi sizdan ikkinchi davomatdan o'tish uchun oralig'ida 1 soat kutishingizni talab qiladi. Ya'ni 1 soat o'tmasa tizim ochilmaydi ikkinchi davomatdan o'tish. Shuning uchun birinchi davomatni o'tamiz, 1 soatdan keyin ikkinchi davomatdan o'tadi va xuddi shu tariqa uchinchi davomatdan o'tadi. Endi savol tug'ilishi mumkin. Birinchisini soat 8 da o'tdik, ikkinchisini 9 da o'tishimiz shartmi? Yo'q. Birinchisini 8 da o'tasiz, 9 da o'tolmaysiz. Boringki soat 10 da o'tasiz, ikkinchisini yoki 11 da o'tasiz. Yoki bo'lmasa obeddan keyin o'tasiz. Umuman olganda soat 8:00 dan 17:00 ga qadar 3 ta davomatdan o'tsangiz bo'ldi. Tushuntiryaptimi? Xo'p, davomatdan o'tishda mana bu yerda yashil, qizil, ko'k holatda turibdi. Birinchi kun uchun 3 ta davomatdan o'tmagan holatda tursangiz, uchala davomatingiz ham qizil holatda turadi. Ya'ni birinchi urinish, ikkinchi urinish, uchinchi urinish. Davomatdan o'tganingizdan keyin davomatingiz o'sha davomatingiz ko'k rangga o'zgaradi. Ya'ni yuborildi davomat. Amaliyot rahbari u davomatingizni to'g'ri deb hisoblab tasdiqlasa, davomatingiz yashil rangga o'tadi. Ya'ni tasdiqlandi holatga o'tadi. Endi bir kunda 3 ta davomatdan o'tish kerak dedik. O'sha 3 ta davomatdan kamida 2 tasidan o'tsak va o'sha 2 tasini amaliyot rahbarimiz tasdiqlasagina bizga tizim to'g'ridan to'g'ri topshiriq yuborish uchun ruxsat beradi. Agar kamida 2 ta davomat tasdiqlansa. Endi har qanday platformaga kirgan vaqtimiz yoki birlashganiga kirgan vaqtimiz bizda telefonimizdagi qaysi funksiyalar bilan bog'lanish kerak bo'lsa, o'sha funksiyaga bog'lanish uchun ruxsat so'raydi. Sizning telefon nastroykasida. Xo'p, bu yerda ham xuddi shunday amaliyot platformasi sizlar telefonlaringizdagi ikkita funksiya bilan bog'lanish kerak. Birinchisi rasmga olish uchun kameraga bog'lanish kerak. Ikkinchisi sizlarni qayerdan turib davomatdan o'tayotganliklaringizni aniqlash uchun joylashuvga, ya'ni lokatsiyaga bog'lanish kerak. Davomatdan o'tayotgan vaqtda telefondagi joylashuv yoniq bo'lishi shart. Endi ruxsat so'rayotganda ham 3 xil ko'rinishda ruxsat so'raydi. Shu yerda boshida juda ko'p talabalar xato qiladi, keyin u xatosi o'zining keyingi davomatdan o'tishlariga ta'sir qiladi. Xo'p, qanday? Birinchisi bir marta hozir kirish uchun ruxsat berish, doimiy kirish uchun ruxsat berish va har safar kirish uchun ruxsat berish kabi ko'rinishda so'rov bilan chiqadi. O'sha vaqtda doimiy uchun ruxsat berishni bossangiz, sizdan keyingi safar kirayotganingizda ruxsat so'ramaydi. Talabalarda bo'ladi, hozir kirish uchun ruxsat berishni bosadi va hozir kirgandagi rasmini platformaga ko'chirib beradi va keyingisi uchun ruxsat bermagan u talaba. Keyingilarda talabaning rasmi qora holatda kelib qoladi. Tushunarli? Ya'ni rasmi o'qituvchiga ko'rinmaydi. Shuning uchun ruxsat berayotganda bemalol tushunib, ko'rib, qay holatda ruxsat berish kerak ekanligini bilib, keyin ruxsat berish kerak. Xo'p, davomatdan o'tish talablari qanday? Davomatdan o'tish uchun 3 ta talab qo'yiladi. Birinchisi, masofasi 500 metrdan oshmagan bo'lishi kerak. Rasmda talaba o'zi to'liq holatda ko'rinishi kerak. Uchinchisi, rasmda orqa fonda jarayon bo'lishi shart. Tushunarli? Masofa 500 metrdan oshib ketadigan bo'lsa ham tasdiqlanmaydi. Rasmda talaba o'zi ko'rinmagan bo'lsa ham tasdiqlanmaydi va ortiqcha holatlarda ham davomat tasdiqlanmaydi. Davomatni tasdiqlash amaliyot rahbari uchun rushnoy holatda qoldirilgan. Shuning uchun amaliyot rahbari o'zi tasdiqlaydi. Endi bo'lishi mumkin, siz maktabda turibsiz, maktabga amaliyot qilgansiz va o'sha maktabdan turib davomatdan o'tyapsiz, lekin sizning masofangiz juda uzoq chiqib ketishi mumkin, ha? Shunaqangi holatlar ham bo'ladi. Bu qanday holatda bo'ladi? Hech Telegramdan kimgadir lokatsiya tashlagan vaqtingiz, u lokatsiya siz turgan joydan emas, boshqa bir davlatdan ketib qolgan bo'lish holatlari kuzatilganmi? Hech kimdan-da. Masalan, Meksikadan ketib qoladi, Kaliforniyadan, Amerikadan ketib qoladi lokatsiyalar. Bu qanday bo'ladi? Ya'ni telefon birinchi sizlar turgan joyda joylashuvini aniqlab olish kerak-da. Telegramga kirib turib, lokatsiyaga kirsalaringiz birinchi ozgina aylanib turadi, keyin siz turgan manzilni topib oladi. Shuning uchun bu amaliyot platformasida ham xuddi shunday. Kirib davomatdan o'tayotgan vaqtingiz biroz kutsangiz, siz turgan joyda aniqlab olsa, keyin davomat manzilingiz masofasini to'g'ri chiqadi. Endi shu joyda savol tug'ilishi mumkin. Masofa nimaga nisbatan olinyapti? Masalan, 50 metr yoki 100 metr degan masofani nimaga nisbatan oladi deb. Siz misol uchun shahar 51-maktabda mana bu yerda amaliyot o'tyapsiz, yoki bo'lmasa litseyga o'tgansiz. Amaliyot. Biz litseydagi markaziy nuqtani belgilaymiz. Litsey hududi qancha bo'lsa, biz asosan binoni markazini belgilaymiz. Binoni markazini belgilaganimizdan keyin biz belgilab qo'ygan nuqtadan sizning qancha masofada uzoq ekanligingizni ko'rsatadi.
Shuning uchun maslahat beraman, qayerda amaliyotda bo'lsalaring ham binoni ichida davomatdan o'tishlaring. Mana bu talabada ham xuddi shunday bo'lib turibdi. Eng qizig'i buni amaliyot rahbari tasdiqlab ham qo'ygan. Talaba 4144 metr 4144 kilometr uzoqlikda turibdi. Bu degani talaba aniq O'zbekistonda. Yo Xitoyda agar bu tarafga qarab hisoblaydigan bo'lsangiz ham Amerikaga borib qo'yadi. Tushunarlimi? Xo'p, endi bir kunda 3 marta davomatdan o'tamiz dedik. 3 marta davomatdan o'tishda mana bunaqangi mana amaliyot rahbarlariga ko'rinib turadi, qaysi talaba nechinchi davomatdan o'tgan yoki ikkinchisidan o'tmagan. Endi xo'p, davomatdan o'tish yakunlandi. Bo'ldi, davomatdan o'tib bo'ldik. Endi shu joyda bitta savol tug'iladi. Amaliyot rahbarlari bizda davomatimizni qachon tasdiqlaydi? Sizlarning davomatlaringiz amaliyot rahbari siz davomatdan o'tgan vaqtingizni tasdiqlashga majbur emas. Tushunarlimi? Ya'ni davomatdan o'tib, amaliyot rahbariga telefon qilib, "Mening davomatimni tasdiqlang" deb boshini qotirmanglar. Amaliyot rahbari sizlarga amaliyot rahbarlik qilyapti degani bu u dispetcher degani emas. Sizlarning telefonlaringizga javob beradi. Uni bu yerda undan tashqari ham auditorniy darsi bo'ladi. Qo'shimcha o'zini ustida ishlash kerak bo'lgan ishlari bor. Tushunarlimi? Shuning uchun biz davomatdan o'tganlaringdan keyin davomatni tasdiqlashni amaliyot rahbarlariga o'sha kunning yakunigacha ochib qo'yganmiz. Amaliyot rahbari bemalol uyiga borib davomatlarni tasdiqlashi mumkin. Xo'p. Endi davomatni tasdiqlagandan keyin topshiriq yuborish ochilar ekan. Unda biz topshiriqni qachon yuklaymiz degan savol bo'lishi mumkin. Talabalarga topshiriq yuborish davomati tasdiqlangandan keyin amaliyot kunini ham hisobga olib 3 kungacha ochiq turadi. Misol uchun bugun amaliyotga borlaring, bugun davomatdan o'tasizlar, davomatlaring tasdiqlandi. Bugun, ertaga va keyingi kuni ham sizlar topshiriq yuborish huquqiga ega bo'lasizlar. 3 kun o'tgandan keyin esa davomatdan topshiriq yuborish sizlar uchun yakunlanadi. Xo'p, endi topshiriq yuborganlaringdan keyin yana meni topshiriqimni baholang deb amaliyot rahbari boshini qotirmaysiz. Amaliyot rahbariga topshiriqni baholash 5 kungacha ochiq turadi. Xo'p, topshiriq yuborishda qanday qilamiz? Mana bu yerda davomatni ko'rib chiqdik-a? Endi topshiriq yuborish tugmasini ustiga bosganimizda bizga quyidagicha oyna ko'rinadi. Xo'p, mana shu yerda mana fayl yuklash bor. Bu yerga qanaqa ko'rinishda fayl yuklaysizlar? Topshiriqlaringda, xohlaslaring internetda sizlarga mavzusi bilan ko'rinib turadi. Bugungi kun uchun mavzu nima va nima joylashlaring kerak. O'sha ko'rinib turgan mavzudan kelib chiqib kundaliklaringni joylaysizlar. Kundaliklarga o'rishishar, kundalik yoziladi har kuni. Kundalik joylanadi. Mavzu yuzasidan qo'shimcha topshiriqlar joylanadi yoki amaliyot rahbarlaring sizlarga jarayonda ekanliklaringni tasdiqlovchi qanaqadir rasmlar talab qiladigan bo'lsa, o'shanaqangi rasmlarni ham fayl ko'rinishda joylashlaring mumkin. Endi mana bunaqangi holatlar ham uchrayapti. Bilmadim, buning uchun amaliyot rahbari talabaga nima deb topshiriq bergan? Talaba o'zini selfie qilib rasmga tushib topshiriqqa joylab qo'ygan. Bu menimcha davomatni topshiriqda adashtirib qo'ygan. Bunaqangi holatdagi topshiriqlarni amaliyot rahbarlarining baholamasligiga haqqi bor. Endi topshiriqni baholashda mana bu yerda o'qituvchilardan namunaviy ball ko'rinib turadi o'zi. 3 uchun necha ball, 4 uchun necha ball, 5 uchun necha ball. Ko'rib turganlaringdek namunada 0 baho yo'q yoki 2 baho yo'q. Sizlarda yuborgan topshiriqlaringda amaliyot rahbarlaring mana shu namunadagi baholariga qoniqarli deb hisoblamasa baholamaslikka haqqi bor. Endi bu yerdagi ko'rinib turgan misol uchun 3 uchun biri 4 dan biri 3 gacha, biri 3 dan biri 4 gacha, 4 baho uchun biri 5 dan biri 8 gacha. 5 baho esa biri 9 belgilangan. Bu baho sizlar uchun emas. Biz buni namuna sifatida olganmiz. Talaba nechta kun amaliyotga borishiga qarab bu yerdagi ballarning qiymati o'zgaradi. Sizlarning 2 haftani, demak sizlarning ballaring yuqoriroq hisoblanadi, kunlik ballaring. Endi talaba tizimda maksimal 90 ballgacha to'pla oladi. Lekin bizda maksimal ball 100 ball. Talaba biz uchun 5 baho eng yuqori ball 100 ball. Talaba 90 ballni tizimda to'playdi, 10 ballni esa amaliyot o'tagan manzildan olib keladi. Kundaliklarni chiqarib olganlar bormi? Kundaliklaringning oxirida tavsifnoma degan joyi bor, ha? O'sha tavsifnoma degan joyiga amaliyot o'tagan manzillaringdan tavsifnoma yozib kelasizlar, o'zlaringga, ya'ni o'zlaring yozishlardan borib qo'yasizlar baribir. Bu talaba zo'r amaliyot o'tadi, shunaqangi izlanuvchi talaba ekan deb o'zlaringiz maqtaysizlar, yozib va qo'yasiz. O'sha tavsifnomani tagiga 1 balldan 10 ballgacha amaliyot o'tagan manzillaring ball qo'yib beradi.
o'sha balni olib kelasizlar, shu ballaring bu yerda platformada to'plagan ballaringga qo'shilib umumiy ballaring chiqariladi. Tushunarlimi? Xo'p. Boya aytganimizdek, o'qituvchilar uchun kundalikda topshiriqda baholash 5 kungacha ochiq turadi dedik. Mana bu yerda ko'rib turibdi. Hozir bu yerda birorta talaba tomonidan topshiriq yuborilmagan holatda turibdi. Yuborilsa bu yerda fayl ko'rinishda topshiriqlar ko'rinadi. Xo'p, topshiriq yuborishni ham tugatib bo'ldik. Kimda topshiriq yuborish va davomatdan o'tish umuman olganda